Marokashni mana kartasiga qarang. Ko'rinishidan oddiy xaritaga o'xshashi mumkin. Lekin yaxshilab e'tibor bersangiz, bu xaritada Marokash katta joyga ega. Agar internet xaritalarini yoki rasmiy BMT xaritasini qarasangiz, unda ko'rishingiz mumkinki, Marokashning yarmi chiziq bilan ajratilgan va bu joylarni xaritalarda boshqacha atashadi. Hozir sizlarga gapirib beradigan hikoyalarim va ko'rsatadigan video xaritalarimdan keyin rasman Marokashga kirishim taqiqlanadi. Marokash bu hududlarni o'ziniki deb da'vo qiladi, lekin butun dunyo hali to'liq bu yo'llarni tan olmagan. Shu sababdan Marokash hukumati bu haqida gapirib chiqqan yoki video ishlagan har qanday odamga 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosini belgilagan. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rishga harakat qiling, chunki men Marokashga boshqa qaytib bora olmayman. Muhim savol shundaki, bu sahrodagi hududda nima borki, Marokash yillar davomida hamma qo'shnisi bilan urushib keladi va hatto shunchaki bu joy haqida gapirgan odamlarni qamashga tayyor.